O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 168 3-G bandi, 242-moddasi, 243-moddasi, 177-moddalar va bir necha yana moddalar bilan 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilganman. Bir jinoyat internet texnologiyasi asosida boshqa davlatlardan pul yechish shu jinoyat qilganman. Necha pul yechgansiz? 165 milliard 792 million bo'lgan. Bu ikkinchi nima, birinchi ishim 35 million dollar pul yechganman. Kompyuterni bilasiz? IT yo'nalishi bo'yicha. Qizim yaratgan programmist. Necha yoshsiz? 27 ga kiraman yaqinda. Hozir 26. Oila bormi? Ikkita farzandim bor. Birinchi nima? Koreya Respublikasiga bo'lganman, Chejuvda bo'lganman. O'sha yerda internetga kirib, через Sputnik orqali internet olib, mana Izraeldan pul ishlaydi. Izraeldan o'tgandan keyin 10 minut ichida 7 davlat bankiga aylantirganman pulni. Chunki izini qoldirmaslik maqsadida. Lekin hech qanday yolg'on yo'qqa ochilmaydi. Jinoyatga jazo muqarrar deganlar. Va bu topildi. Pullarni nima qildingiz? Davlatlar Shveysariya banki, Belgiya, Polsha, Koreya, Izrael, Bryusselga qaytarganman. Через nima orqali? Shu vizam orqali aeroportda edim, Turkiyadan qaytdim Rossiyaga. Rossiyadan o'zi Facebook qidirgan ekan, O'zbekiston zaпрос bergan ekan. O'zbekistonga kelib jazo muddatimni o'tayapman. Hozir to'rt devorlicha o'tirib, har bir kun, har bir soat, har bir daqiqalar inson uchun qanchalik qadrli ekanini to'liq tushundim.